Ahmaq adam bilan chaşqın. Bunun bir ahmaq adam var ekan. Onun uyda chaşqınlar nəhayət köp bo'lib, mayli o uyda ishlikka tutsun, mayli uyda aram algan kunlar bo'lsin, chaşqınlar hamon özlərinin əskərliklərini qilaveribdi. Ahmaq adam amalsız qalib, axır mushukdan birini sezibdi. Bu mushuk intayin chiroyli ekan. Tot putunun uchi oppoq bo'lib, xuddi oqpay baxti olgandek ko'ringan. Mushuk nəhayət sezgir bo'lib, ikisi uyda bo'lsin bo'lmasin, tinim topmay chaşqın tutadigan. Ahmaq adam mushuk tutib bergan chaşqınlarning go'shi bilan terisini sechish orqali xeyli boy bo'lib qoldi. U jug'ilgan pullarga un olg'udan birini setib oldi. Bir kuni o mushukning yanğan ovozini un olg'u ko'chirib olib, mushukni setib atsa, o yeydigan oshliqni tejab qila oladiganman. Onun ustiga yana burunqidek pul topa oladiganman deb o'ylabdi-da, ertasi mushukni olib setib etibdi. Shundan keyin u har kuni un olg'uni chaşqınlarning o'zini oldiga qo'yib, ovozini bo'lishgacha qo'yib etibdi. O da 5 gün ötübdi. O'zining oldidagi un olg'idan chiqqan mushukning ovozidan qo'rqib ketgan chaşqınlar o'zidan chiqolmay ochliqda o'lay debdi. Bunga chiday olmagan bir chaşqın, agar mushundaq turaversak hammamiz o'lib tugaymiz. Ondan ko'ra men chiqib ko'zitib boqay debdi-da, mag'rur sinib ketgan ikki putini aram yo'tkab, to'shikdan beshini chiqarib uy ichini ko'zitibdi. Qarasa uyda mushuk yo'q, miyang'an ovoz bo'lsa un olg'udan chiqayotgan ekan. Qattiq xushal bo'lib ketgan chaşqın bu xush xabarni hamrohlariga yetkazibdi. Qo'rsoqlar ichib ketgan chaşqınlar o'zidan yugurishib chiqib, ba'zilar tog'ardagi ochliqqa, ba'zilar ahmaq odamning kiyim-kechaklariga hujum qilibdi. Ochliqlarni yeb kiyim-kechaklarning kiyim-kechaklarning hammasini qardan chiqaribdi. Un olg'u bo'lsa ondan qo'zg'almasdan miyanglayveribdi. Ahmaq odam o'chitdi vayronchilikni ko'rib, pushaymonni oldidan qashlab olmay turib